Hammaga xayrli kech. Traderlar, Noxin Team. Sizlar bilan endi premium discount o'tamiz. Premium discount o'zi nima? Hammamiz bilamiz, premium bu qimmat narx. Premium o'zi nomidan aytib turibdi, premium narx va discount, chegirma narx. Biz hozir o'zi bozordagi narxlarni yana qo'shimcha biz narxlaymiz. O'zi bizda range bor, savdo maydonimiz, to'g'ri? Misol uchun tasdiqlangan minimum, sindirib o'tib tasdiqlangan maksimum. Bozor shu diapazon ichida. Biz o'sha holatda premium discount tortamiz. PD deyiladi, ya'ni premium discount tortamiz. Bu nima? Biz premium discount, ya'ni range ga tortiladigan narsa. Tepasi 100%, o'rtasi 50% yoki 0.5 qilsak bo'ladi va 0%. Shuni tortamiz va shu holatda biz aniqlaymiz premium discountni. Xo'p, hozir bir marta anaqasini qilaman. Premium discount o'zi nima? U uchun biz Fiboni 1, 0.5, 0 уровеньdan yoki gunboxdan bundan foydalansak bo'ladi. O'zi mana bizga tekisdan 50% ni chiqarib beradi. Narx o'zi esingizda qoldiringlar. Premium discountdan foydalanayotganda tushuvchi trendda bozor har doim nima qiladi? Tushuvchi trendda premium narxga chiqib, yana yo'lda davom etadi. Bozor o'suvchi trendda bo'ladigan bo'lsa, up trendda bozor narxga chiqib, mana misol uchun bizani mana bu bozor aytaylik, Noxin strukturani sindirib yoki tasdiqlangan maksimumda bu bizani bozor tushayotganda diskountga tushib keyin ko'tariladi. Xuddi shunaqada keyingi darsda davom etadi. Xuddi shuni hozir ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana tepa narx har doim 100%, mana bu 50% va bu 0%. Shu orqali bizani premium discount aniqlanadi. Ya'ni 50% dan tepasi har doim premium narx, bu yoqdan biz sell pozitsiyalarini qarashimiz kerak va bu yoqda supply zonalar bo'ladi. 50% dan pasti bizda discount. Bu yoqda har doim demand zonalar bo'ladi. Bu yoqdan buy pozitsiya qarashimiz kerak. Ya'ni trendga moslashgan holatda foydalanamiz. Xo'p, endi buni misol uchun qandoq Fiboni qaysi o'rinlari foydalanish kerak uni aytib o'tirmayman, sirazi ko'ramiz. Endi grafikda men hozir tayyor atmetka qilingan har bitta strukturani atmetka qilishga bormayman. Sirazi premium discountni tortib o'tib ketamiz. Aytaylik, mana bu bizning tasdiqlangan minimum maksimumlar premium discount tortamiz. Mana bu bitta bizning maksimum bo'lgan, mana premium discount tortamiz. Navbatda bozor 50% dan tepaga chiqib ketadi. O'sha 50% dan tepada iloji boricha bozor tushish trendi 50% dan tepada, ya'ni premium narxda bloklarni topishimiz kerak, supply zonalarini topib ishlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi biz mana tasdiqlangan maksimum va minimum mana bu yergacha bozor mana yorib o'tdi. Tortadigan bo'lsak, bozor mana tushish trendda premium zonaga chiqib, narxi maksimumni sweep qilib, ya'ni likvidnessini yechib yana ketyapti. Lekin mana premium zonadan ketyapti. Keyingisini oladigan bo'lsak ham mana bozor tashqi strukturani o'zida mana chuqur korreksiya beryapti. Chuqur korreksiyani o'zida 50% dan tepaga chiqib keyin ketyapti. Uning ichida bizda nima bor? Uning ichida bizda ichki struktura bor. Ichki struktura mana bunaqasi bo'lyapti. Mana ichki strukturani. Ichki strukturada bozor o'suvchi trendda chiqib 50% dan pastga tushib keyin ketyapti. Keyingisi ham xuddi shunaqasi mana. Mana bu yoqdan tortamiz. Adashmasligini ham tortadigan bo'lsak, 50% dan tepaga chiqib keyin ketish mana bu yerda bo'lgan, chiqib 50% dan pastroqga tushib keyin ketyapti diskountdan. Уже bu yoqda полностью bozor ham razворот ham qildi, ham trend ham o'zgardi. Xo'p, keyingi tasdiqlangan strukturaga o'tadigan bo'lsak, mana bu yoqda o'zi e'tibor beradigan bo'lsak, 50% ga yeta olmasdan keyin ketyapti. Bu katta ehtimol bilan trend razворот qilishi mumkin. Xo'p, keyingi tasdiqlangan maksimum, mana biz tasdiqlangan maksimum va minimumga tortadigan bo'lsak, mana yana bitta 50% dan tepaga kela olmasdan bozor qaytib, ya'ni razворот qilib minimumni yengillab ketyapti. Keyingisini tortadigan bo'lsak, 50% kela olmaganda trend уже o'zgardi. Cho'chib qilib trend o'zgarib, keyin baribir nima qilgan? Mana bu yerda yana buyga qarashimiz kerak bo'lgan pozitsiyani, lekin sellga qarab ketgan. Buni javobi nima bo'lgan? O'zi 50% ga kela olmagan mana bu struktura, ya'ni o'zi trendga moslashib premium yoki discountga kela olmagan struktura yoki narx katta ehtimol bilan likvidness bo'lib buzib ketadi. Buni javobi mana bunaqasi bo'lgan. Ya'ni bu 50% kela olmadimi? Bu yoqda уже tonna likvidness bor. Bozor aynan shularni yechib, keyin уже tashqi struktura chuqurroq korreksiya bilan davom etdi. Xo'p, keyingisiga tortadigan bo'lsak, mana minimum tasdiqlangan minimumgacha kamida 50% gacha kelib, keyin ketadi. Hozir 1 minut shundoq qaraydigan bo'lsak, keyingisida yana bir marta bozor strukturni ko'tarildi. Уже trend razворот qildi. Ya'ni bu yerda umumiy nima nasib bo'ladi? Buni ko'p chuqur o'ylanadigan va kuzatadigan joyi yo'q. Buni ko'p o'ylanadigan narsasi bizning savdo maydonimiz bo'ladi. Savdo maydonimizga premium discount tortishimiz kerak bo'ladi. Premium discount zona tortamiz. Ya'ni Fiboni 0.50% dan foydalanamiz yoki bo'lmasam gunbox solib
tasdiqlangan minimum maksimumga tortamiz. Ya'ni bozor o'sha aytganimdek o'suvchi trend bo'lsa, mana tasdiqlangan maksimum tasdiqlangan minimumga tortiladi. Hozir boshidan chiroyliroq qiling. Mana bizdan tasdiqlangan minimum va tasdiqlangan maksimumni bozor bo'lsa, bozor biz nimani kutamiz? Korreksiyani kamida 50% gacha kelganda mana bu yerdagi demand zonalardan buy qaraymiz yoki tushuvchi trend bo'ladigan bo'lsa, bizdan tasdiqlangan maksimum, bu bizdan tasdiqlangan minimum. 50% dan tepada premium narxlardan tasdiqlangan o'rinlardan sell qarashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu oddiy, o'zingizlar strukturani tasdiqlaysiz, strukturani atmetka qilinglar va uni ichida har bittasiga premium diskount tortib ishlasanglar ancha osonroq bo'ladi. Xuddi shu narsa ichki struktura, ichki time frame'da, iBoss'da ham, Nox'da ham ketaveradi. Yoki mana bu yerda o'zing mana premium diskount tortadigan bo'lsak, mana bu tortamiz. Mana bu minimumdan boshlanib, mana bu maksimumgacha kamida 50% gacha kelib ketish kerak bo'lgan yoki bo'lmasa mana bu yerdan mana kamida 50% gacha kelib yoki mana bu minimum, ya'ni mana bu maksimum 50%, shu tarzda ishlanadi. Premium discount shu narsani anglatadi. Yana esingizda qoldiringlar. Bozor tushuvchi trendda premium zona mana tushuvchi trendda premium zonaga 50% tepaga tushib, keyin chiqib keyin ketadi. O'suvchi trendda 50% dan pastga tushib keyin ketadi. 50% dan tepada, ya'ni premium zonada supply zonalar bo'ladi. 50% dan pastda demand zonalar bo'ladi. Hammalarga rahmat. Savolinglar bo'lsa yozib qoldiringlar.